Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi sotuvga chiqqan ko'chmas mulkimiz Urganch shahrida Urdu institutining doğrusu, Urganch davlat universitetining doğrusunda 9 etajli domba yo'lning ustida, hamma biladi. Shuni 9-etajında 2 kanalli korobka holatida kvartiramiz sotuvga chiqdi. Liftlar ishlab turibdi. Hozir chiqib birgalikda ko'rib chiqamiz. Narxini video davomida aytib o'taman. Esa ketdik. Hurmatli obunachilar, kvartiramizga yetib keldik. Giraverish eshigimiz podyezddan 9 etajlı domlu, 9. etajında 66 kvadrat, 2 kanalı, korobka holatında kvartiramız arzon narxda satıladi. Narxını video davomida aytib o'taman. Yanda kuxnasi, tuvaleti bo'ladi, yanda spalni zal, doğruda banisi. Bani tuvaleti отдельный 66 kvadrat. Ne görsatib o'tamiz bir yandan. Yine tuvaleti, suvlar kanalizasiya gelib turibdi. Bu domda yashaydilar. Hujjatlar 100% tayyor. Yine kuxnalari keng. Yine bunda vitishkalari tortib ketadi o. Hamda gazda gelib turibdi yine. Ya da açık balkonu bor şimdi. 3 metre 1 metrlik. ...66 kvadrat 2 kanalı kvartira korobka holatında satıladi. Giraverish yerlerimiz ham keng yine. Yanda zal yine. 6 metre 4 metrlik zal tushgan shundan katta. Yine. İçam duvara qaragan aynası yine. Banisi dinni aytib o'tganimiz tuvalet banilari dinina banisi. Normal razmerda tushgan bu. Yanda spalnisi 5,5 4 razmerda spalni tushgan. Spalninin aynası Ulu yola institut tarafa qaragan Urdu'nun doğrusundaki domla. Urganch davlat universitetini. Bu 9. etaj mansard, lekin kıyışık yok. Doğru ishida utublitilatirilgan. Bu shiferdan keyingi utupleniya bu. Üstü shifer keyin ondan keyin bir kat utupleniya atilgan shunday. Yanından gipsakardon buni ishlab patolog atib beriladi. Uyning narxi 275 milyon gelişib beriladi. 66 kvadrat. Qiziqtirganlar bo'lsa telefon etib bemalol kelishlaringiz mumkin. Hujjatlar 100% tayyorlar. Balkondan ham bir ko'rsatib berayim. Şimdi holatdagi xonadonimiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.